Mana go'sht. Oyog'i. 1,5 kilo go'sht. Har Kuniga 1,5 kilo go'sht yeydi. Yo'q, go'sht o'sishi uchun go'sht yeyish kerak. Anavi odam organizmi biz от природы o'zbekchasi nima edi? Tabiatan biz hishlikmiz. Hishlik nima edi? Yirtqich. Biz tabiatan yirtqichmiz. Go'sht yeyishimiz kerak. Odam organizmi go'sht bilan oziqalanadi. Biz travayatni emasmiz. Molga o'xshab o't yeyishimiz mumkin emas. Bizni ichki organlarimiz bunga moslashmagan. Organizm yaxshi ishlashi uchun faqat go'sht yeyiladi. Faqat muskul o'sishi demayman. Muskul o'sishga 2 barobar ko'p go'sht kerak. Go'sht yemayman, go'sht yeyish mumkin emas deganlar o'zi miyasi ketganlar, ularning fikri ular. U fakt emas. Fakt bo'lishi uchun go'sht yeyish kerak. Aytdim-da, mol bilan bo'rini solishtirib bo'lmaydi. Bo'ri qayerda katta bo'lsa ham go'sht yeyish kerak. Mol Amerikada bo'lsa ham, muzeyda saqlansa ham o't yeyish kerak. O'zi organizmi shunday moslashgan. Bizniki yaratilgan. To'g'ri, mana yaratilgan. Bizning organizmimiz go'sht yesa yaxshi o'zgaradi. Biz hamma yog'imiz oqsildan tashkil topgan. Oqsildan. Muskulimiz ham